Yillar davomida unga mehr berding, e'tibor berding, g'amxo'rlik qilding. Qo'lingdan kelganicha, imkoniyating boricha. U esa qancha to'lmasin, buni kam dedi. Bu menga yetmaydi dedi. Lekin sen bitta narsani unutding. Uni tabiati shunaqa. U shunaqa yaralgan. Sen uni shu holatiga taslim bo'lmasdan, uni tushunmasdan buni jazolamoqchi bo'lib, yana bitta grafin sotib olding. Tabiiyki, endi hammasi, mehr ham, e'tibor ham, g'amxo'rlik ham teng o'rtasidan bo'lindi. O'zi to'la holatiga sabr qilmayotgan edi, ko'nmayotgan edi. Endi yarim bo'lib qolgandan keyin ko'nadi deb o'ylaysanmi? Halovating yo'qoldi, tinching buzildi, hayoting qorong'ulashib ketdi. Endi senga savol. Sen ojizlik qilib, kaltafahmlik qilib uni jazoladingmi yoki o'zingnimi?